Endi başı aşılachilar bu yoqdagi sozandalar qiladi. Rahmat. Obreydi. Ko'tarib beradi. Toyirlar. Ammo Qaysi yetarkan? Bilmayman. Ishim bo'lgan. Başka ne bo'ldilar? Yo indamay o'tirsam bo'laveradi hozir indamay. Yo Davronjonga yoqyapti, yo yoqmayapti. Meni qiziqtirmaydi. Men o'zi shaxsan hali vijdonan kirishsak shunaqa qilamiz. Sizlar ham g'alati odam ekan deyapsizlar. Endi qissa qilish kerak. Bo'lsa bo'lish kerak. Ya'ni kerak narsa so'zni yodlaylar, ko'ngil qo'yib aytinglar, dehani ham to'g'rilaylar. Bo'ldi, hammasini shoxi yo'q, ovozinglar bor ekan. Bo'lmasa men aytardim, Davronbek bularda ovoz bir qarang derdim. Hammanglarda ovozinglar shu ashulachilar aytganlarni aytyaptilar, chiroyli qilib aytyaptilar. Endi 3 yil o'tdi. Bular 50 yildan beri aytadi. 3 yilga to'ldi, 2 yil to'ldi, 3 ga o'tdi. Yo mayli-da, o'rgandik. Davronjonni kichkina narsa o'rgatmabdi, xizmati. Xudo o'zi Yaxshi o'rgatdilar. Mehnatda, qani hadis so'l qiling. Sen joningizni kayting, yarim pardaga. Gülüşlerin
Selamun aleyküm. Kelit. Azizlerim, biz gitken aziz bir